Assalomu alaykum. Xorazmli Jir YouTube kanalimizning obunachilari. Aziz do'stlar, bugun bir ajoyib xonadonimiz sotib chiqdi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ya'ni 10 metre 20 metrda joylashgan ekan, 200 metr kvadratda joylashgan. Bir ajoyib. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Orientirlarni ham tushuntirib o'tamiz aziz do'stlar. Shu katta ko'chani bildingizlar. Bir qator ko'rsatib beraylik. Katta ko'cha. Bizda yaqinda yerini chiqardik bu yerdan. Urganch Gurlan yo'li. Urganch Gurlan yo'lida svetofor bor bilsangizlar. Svetofordan chap aylansangizlar ruhiy kasalliklar shifoxonasi, o'ng aylanib kelsangizlar aziz do'stlar, shu past yo'lda, asfalt yo'lda bir qator girib kelaverasizlar. Girib kelaverasizlar, 4-ko'cha chap aylangandan, xudo xolasa birinchi emas, ikkinchi xonadonimiz. Bir ajoyib aziz do'stlar. Egasini nomerini qo'yamiz, o'zlaringiz savdolashib olaverasizlar. Narxlar ham ajoyib narxlarda aziz do'stlar. O'zim uchun qurganman, o'zim hazzat shuda yashayin deb qurgan ekan. Planirovkalar ham zo'r, xonalar ham keng tushgan ekan. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Aziz do'stlar, xom pishgan karuch aralash, lekin bunning ko'rinishida emas. Bundan sal ko'proq dedi, egasini aytishi bo'yicha, ko'proq pishgan karuchlardan foydalanib ishlatilgan ekan. Eldini qaranglar, chiroyli zilyon zonalari bor. Evda mashinangizni chiqarib qo'ysangizlar bo'ladi. Hozir ichki qismidan ham sizlarga ko'rsatib chiqamiz. Fasad qismi polni travertindan chiroyli bo'lib turibdi. Yuqorida balkonlari bor, ko'rib turganlaringizdek, ko'chalar ham zo'r. Bir odim ajoyib bo'lib kelib turibdi. Tak, qaranglar. Kanalizatsiyalar tushib turibdi. Aziz do'stlar, narxini ham zo'r narxda kelishib qo'ydik. Masalan, har xil blogerlar bor, har xil maklirlar bor, to'g'rimi? Tushunadigan baho bor, tushunmaydigan baho bor. Zo'r baho aytib kelishtirib qo'ydik, zo'r narxlarda aziz do'stlar. Shuning uchun boshda uyni ko'ringlar, ma'qul bo'lsa, lokatsiyasini ko'ringlar, shunga qarab kelib ko'rasizlar. Egasini nomerini qo'yamiz, o'zlaringiz savdolashib olaverasizlar. Narxi 65 ming deb turibdi aziz do'stlar. Narxini ham aytib o'taverik, bitadi onun bahası indi dedi. Lekin naqd bo'lsa ham kelishtirib beramiz dedi, lekin 65 ming. 70, 80 da bo'tirmadi aziz do'stlar. Eshitganlar har yerda chiqib turibdi baholar dedi. 70 ham, 80 ham, meni joyim ham zo'r joyda turibdi. Aka tezroq sotchak bo'lsangiz deb kelishib, xudo xolasa o'zining nomerini qo'yib chiqardik. Xudo xolasa o'zlaringiz savdolashib olaveringlar. Sizlardan shunday o'yingiz jangingiz bo'lsa, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar, chiroyli etib obzor etib YouTube'ga joylashtirib beramiz. Ganglasa. Tak, zinalar qilingan, gaz sho'tchiklardan muammo yo'q, eshiklardan ko'rtuslar, shunday ajoyib demir eshiklardan qo'yilgan ekan. Giraverish tamburimiz aziz do'stlar. Qaranglar, bir zo'r etib qo'yibdilar, ob'oydan chiqib, zo'r bo'lib turibdi. Suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Naporni ko'ringlar, bir zo'r. Polni kafellar chiqib turibdi, ob'oydan chiqib turibdi. Tamburimiz ham zo'r aziz do'stlar. Ganglasa. Bismillah. Aziz do'stlar, giraverishda katta dalani ko'ringlar. Bir katta dalani. Ko'pchilik yurtdoshlarimizda endi o'ynab borganmiz, to'g'ri. Endi kichikroqlarni o'zlaringiz ham ko'rgansizlar, 7 metr, 7,5 metr, qaranglar, 10 metr bo'lgani uchun dalan ham keng tushgan. Bizga borganlarimiz shundan buyani dalan bo'ladi. Buyani xona bo'ladi. Lekin qaranglar, shunning katta dalan. Balandligini ko'ringlar. Balandligi ham dim baland. Polni xudo xolasa lyustrani qistirib bersangizda chiroyli bo'lib turaveradi o'n yer. Ataplanasi o'tgan, televizorlar. Aziz do'stlar, bu yerda ko'pchilik o'zlari ketadi, ko'pchilik o'zlari qoladi. Endi egasi bilan o'zlaringiz savdolashib olaverasizlar. Nov qoladi, nov ketadi. Masalan, g'alla qolishi mumkindir balki. Sho'ri uchun moslangan bo'lsa, televizorlar ketadi, ayrim o'zlar qoladi, ayrim o'zlar ketadi. Ganglasa. Bu yerda ataplanalari o'tgan, zo'r. Zalga qaranglar. Zalni ham ko'rib turibsizlar. Hem baland, hem keng qolgan. Sababi 10 metr elde. Ko'rib turganlaringizdek, ob'oyni ham zo'ridan tanlangan aziz do'stlar. Lustrani endi beri kattaroq lustra, lampochkalar ko'proq qo'yib bersangizlar, yorug' bo'lib turadi. Televizor joylarimiz bor. Hamma o'zlari taq, ataplanasi o'tib turibdi. Aynalarimiz plastik ramlardan, ko'rib turganlaringiz natijalar qistirilgan, ko'rib turganingizdek, polni aylangan. Yangi endi sizlarga bu yanni ko'rsatamiz. Ebeda bir spalnimiz bor, onun oldin kuxnyani ko'ringlar. Kuxnyada oshin zo'r bunday kuxnya ko'rganmisizlar? Men o'zim ham bunday joylarda ko'rmayapman. Ebeda o'rtadan bo'lgan taqdirdan ebeda bir xona qoladi. O'rtadan bo'lganda. Bu yerda kuxnya bemalol sezilib bo'ladi. Lekin bu kattaligini ko'ringlar. Dim zo'r, keng qoldirilgan ekan. Meni o'zimga shaxsan yoqdi, agar zo'r variant. Qaranglar. Ataplanasi o'tgan, pastlarimiz, bellarimiz taxtadan chiqib,
zo'r ajoyib qalin taxtalardan qo'yilib, usti laklanib, chiroyli bo'lib yaltirab turibdi. Bera masalan olsangizlar, kuxni mebellarni terib berasizlar, bir zo'r. Chiroyli bo'lib turadi. Suv, gaz, suyetdan muammo yo'q aziz do'stlar. Kafellar tel turibdi, oboylari qisilib turibdi. Bera ganglaydi. Bu yerda xudo xolasa shunday sanuzel ham giyin qolgan. Uголокini dushovlar ham boyina sig'ib turibdi. Ko'rib turganlaringizdan kir mashinam sig'ib turibdi. Unitazlar ham hamma o'zlari joy-joyida. Kafeldan chiqib chiroyli bo'lib turibdi. Kafelda shunday portishkalar ham bor ekan. Bir zo'r. Ha, asosiysi kacholni ko'ringlar. Kachol, isho kachol orqali uyimiz issiqqina bo'lib turadi ekan. Bir zo'r. Zo'r. Ganglar bu tarafda kichkina bir narsa bor ekan. Bog' ham bor, sklat ham bor. Bergi xonamizda konditsioner ham bor ekan, bunda yana chiqib turibdi. Mana qaranglar. Bemalol bu yerda yozdi gulni shipirlar ham qilingan ekan. Topchallarni qo'yasizlar, masalan, izlab dam olib yotarsizlar, balkim shashliklarni pishiradigan joylaringiz bo'lishi mumkin. Bog'i kichkinasi bor. Qaranglar. Keyin yan tarafda bir kichkina sklati bor. Shuni ham sizlarga bir qator ko'rsatib o'tayim. Mana. Qo'lni o'zingizni qo'yaverasizlar. Chiroyli bo'lib, bostirilib turibdi. Mana. Qaranglar, bu yerlar ham novislarni qilibdilar. Ish qilib, hazzab yashiman degan yurtdoshlarimiz uchun ajoyib variantdagi uyimiz xudo xolasa. Qaranglar, yana bog'ini ham bir zo'r. Ana endi sizlarga bergi spalni ham ko'rsatamiz. Setkalarni nasha bor ekan. Qaranglar, hazzab yashiman degan ham shunday komfort yaratib qo'yadi o'zini. Kenglar. Bu yerda katta spalni. Katta spalni ayrim o'zda ketadi, ayrim o'zda qoladi. Ya'ni endi uni ekranda egasini nomini qo'yamiz. O'zlaringiz telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Shaxsan o'zim aytibdi, sababi keng ekan. Bunning 200 kvadratda keng uy qidirib yurgan yurtdoshlarimizga ajoyib variant. Ganglar endi ikkinchi etajga chiqamiz. Ko'rib turganlaringiz zinalarni e'tibor etasizlar. Bu yerda katta panoramli oynalar qo'yilgan, taxtadan qilingan. Mana, bir zo'r. Aboydan chiqib, tayyor bo'lib turibdi. Ganglar. Bera bir lyustrani chiroylisidan qistirasizlar, xudo xolasa chiroyli bo'lib turaveradi. Ganglar bu yerda zalni usti zal. Mana. Zalni usti zal, taxtadan qilingan. Ko'rib turganlaringizdan. Bu yon tarafda oynalar katta panoramli. Bu yerda bana balkon ham bor. Shunday kichkina balkoni bor. Bir zo'r shuda choyni urib o'tiradigan yer. Yana shunday. Endi bu yon tarafni ko'ramiz. Bu yerda katta xonamiz, spalniyaning usti, lekin zaldan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bir zo'r. Shaxsan o'zim aytibdi, endi ko'raverasizlar. Bu yerda yana bir xalasazda zal, xalasazda kattalan spalniyasi. Endi o'zlaringiz o'ng'ayda qaraverasizlar. Bir ajoyib ekan. Ekranda egasini nomerini qo'yamiz, o'zlaringiz savdolashib olaverasizlar. Bir minut tur. Mana qarang, brat. Bir plita bilan bostirib, plita emasmi ya? Shu plita mahir. Navli yurganda bu polvoni shunang. Ha, bo'ldi. Shunday emasmi ekan? Ha. Ha, podvalam bang. Hozir pasa evit aytib o'taman hozir uni. Bo'ldi. Odam bo'ylang. Girib chiqsa bo'ladi polni. Bo'ldi. Hozir bu nima bo'ldi ammo? Taxta bilan. Aziz do'stlar, yana bir narsa aytib o'taylik. Eng keraklisi devorni ikki yon taraf ham, ya'ni uyni ikki yon taraf ham alohida devor bilan chiqqan. Bir-birine deyib solinmagan. Shu ham plus. Masalan, bir kurusalarni ko'rib turibmiz, bir dana kelish bo'lib ketadi, eshitiladi degan maqsadda ko'pchilik olmasliklari mumkin. Devori ikki yon taraf ham addenni o'zi uchun alohida chiqqan. Shuni plus atasizlar. Birinchi etajimiz plita bilan bostirilgan. Ikkinchi etajimiz og'ochlar bilan bostirilib turibdi. Shuning uchun orqayin bo'lib kelib olaverasizlar, tavsiya qilaman. Undan tashqari podvonni o'zi ham aziz do'stlar odam bo'yli bemalol o'zlaringizni qo'ysangiz bo'ladi ekan.
Endi to'liq ma'lumotlarni ekranda egasini nomerini qo'yamiz dedik. O'zlaringiz savdolashib, kelishib olaverasizlar. Asana deymiz, videorolikimiz yakunlaymiz. 200 metr kvadratda qidirib yurgan, hovlijoy qidirib yurgan yurtdoshlarimizga uyarib qo'yinglar. Lokatsiya zo'r, yo'l ham yaqin, dim bir ajoyib yerda joylashgan ekan. Asana deymiz, videorolikimizni yakunlaymiz. Sizlardan shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar.